Assalomu alaykum, bizni kuzatuvchilar. Mana bir hafta 10 kuncha bo'ldi shekilli qo'yilgan mashinamizni qo'ygan kunimiz ertasigayoq sotganmiz. Tog'amizni o'g'li kelib, mashinani yoqtirib, baraka qilib zakalat berib ketuvdi. Bir qator himsiya qilib, polirovka qilib, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berdik. Ko'rib, mana mashinani hujjatlarini qilib berdik, rasmiylashtirib, qo'qonga borib o'tkazib. Mashina yoqdimi tog'a? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Andijon viloyatiga kelib, Andijon shaharda o'zida mana shu Umidjonni bir mashinasini oldik. Xudo xolasa baraka topaylik. Bir hafta oldin o'g'lim olib zaklat berib tayinlab ketgan. Bugun men hujjatlarni qildik. Xudo xolasa Jizzax, Baxmal. Baxmaldan. Xudo xolasa bu ishimizni berdik. Keyingi yilga shunaqasidan qilib berdik. Ha, Xudo xolasa. Amin. Barter qilib, amin. Hammasi niyat yetib, Yaxshilik kunlarda ko'raylik. Xudo xolasa iftorlik qilib keting desang, shashillayapti. Salomon yetib oling. Yaxshi. O'ziga kelibdi. Xudo xolasa Alloh safarlarni bexatar qilsin. Salomat bo'lasizlar. Yaxshi deb o'tishadi.